Uyghur Tadqiqot Markazidan Hindistonga chaqiriq. Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmanglar. Uyghur Tadqiqot Markazi xalqaro jamiyatni, jumladan Hindiston doiralarini Xitoy zulmidan qochib chiqqandan keyin 2013-yili Hindiston ko'chmanlar organlari tomonidan qo'lga olingan va 10 yildan buyon turmada yetayotgan Uyg'ur qarindoshlarining ahvoliga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Bayonotda Hindiston doiralari xalqaro qonunlarda bo'libmi kishilik huquq va insonparvarlik masalalariga oid prinsiplarda ching turishga chaqirildi va ulardan bu ish Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslik talab qilindi. Doktor Gulshan Abbas yana bir tug'ilgan kunida Xitoy turmusida. Washingtondagi Uyg'ur harakatining ijroiya mudiri Roshan Abbasning hadisi Gulshan Abbas 5 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoy turmusida tutib turilmoqda. Hadisining o'zining chet eldagi faoliyatlari sababli tutqun qilinganligini bildirgan Roshan Abbas ijtimoiy aloqa turida hadisining 61 yoshga kirgan tug'ilgan kunini tabrikladi. Xitoy 10 yil ichida Amerika va Rossiyaning qurol soniga yetdi. Stockholm Xalqaro tinchlik tadqiqot o'rni mashg'ulotchan yadro qurollarining dunyo miqyosida ko'payayotganligini bayon qilib, yer shari bexatarligiga bo'lgan umumiy yadro xavfining kun sari kuchayayotganligini ogohlantirdi. Mazkur organning eng yangi dokladida Xitoyning yadro qurol ombirining tez eshishiga ergishib, Beijingning 10 yil ichida Amerika va Rossiyaning yadro zapasiga yetadiganligi ogohlantirildi. Xitoy bilan Koreya o'rtasidagi ziddiyat. Koreya bilan Xitoy orasidagi diplomatik jiddilik davomlashmoqda. Xitoyning Seuldagi bosh elchisi Shin Haymingning Koreyadagi o'qituvchi partiya rahbari bilan ko'rishganda Seul va Washington munosabatiga bergan bahosi sababidan 9-iyun Koreya tashqi ishlar ministrligiga chaqirilganligi bildirildi. Xitoy virusi vaksinasini yasagan Germaniya shirkati sudga chiqdi. Germaniyadagi turklardan Uğur Şahin va O'zlem Turashning egdorchiligidagi BioNTech shirkati Xitoy virusiga qarshi vaksinasining aks ta'sir sababli sudga chiqish oldida. Bu deloning tunji sotining Hamburgda o'tkazilganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, da'vogar o'zining vaksina sababidan bosh og'rish, og'riqlik va uyqu qalaymiqalashish kasaliga giribtor bo'lganligini aytgan va to'lam talab qilgan. Qozog'iston o'rmon o't ofatida qazo qilganlarga motam bildirdi. Bugun Qozog'istonning sharqidagi Abay o'lkasidagi o'rmon o't ofatida hayotidan ayrilgan 14 o'rmon ishchisi uchun davlat motam kuni e'lon qilindi.